Qanchadan dediniz? 35 so'mdan, bunlar 60 dan. Bu çoğun jipler 60 so'mdan ekan. Qalğаны bardығы 35 so'mdan ekan. Sayma jipler 75 so'm ekan. 75 so'm deb. Overlock jipler 90-80 so'm ekan. 5,5 ming, 6,5 ming. 3000, 4000, 5000, 5,5 ming ha? 6,5 ming eng çoğun bundan seri. Knopka stanokları 950 so'm deydi. Qanchadan bu? Qarang, mana bu jemchiklar 280 so'm. Bu bosiladigan jemchik. Tigiladigani bor, manalar 250 so'm bo'ladi. Mana bunisi jalpag'i 350 so'm bu. Mastraza ko'z bu. 250 so'm bunisi 300 so'm. Manalar 200 so'm. Razmeri bo'ladi ularda. Bardig'ini. Rezinalar qancha? Rezinalar mana shirinasiga qarab pachkasi ketaveradi. Mana 5 tiqlar bo'ladi. 730 so'm. Mana 2,5 3 razmeri bo'ladi. Ular 650 so'm bo'ladi. Mana shim tesma bo'ladi. Shim tesmalarda 70 so'mdan bular. 45 metr chiqadi ichida. Amalar nima? Tesma deyiladi, lentalar. Bular haligi sportni nimalarga qo'yishyapti hozir. Mana cho'ndora 650 so'm, mana kichkinalar 450 so'm, mana 350 so'm bo'ladi. Manalar HB tesma 120 so'mdan bu. Atrajatil 300 so'm bu. Dag'i mana bu nimalar o'sha shimlarga qo'yiladigan emblemalar. Bularda bardiq har xil nimalar razmeriga qarab ketaveradi. Manalar bakovoy 200 so'mdan bo'ladi. Shimlarga ketadi bu. Mana razmerlik 25 so'mdan. O'shanda dag'i mana bu. Nima? Hali ko'ylakni tagiga qo'yadi hozir nimasi esimdan chiqib qoldi bu. Regelinni razmeriga qarab edi. Mana bu 4 sm 100 so'm bo'ladi. Manalar etiketga 2,5 so'm tushadi kampilaga. Bo'ynida qo'yiladi, jipi bo'ladi, mana qog'ozi bo'ladi. Lekal qancha? 2,5 so'm. Rekal mana lineykalar. Bular 120 so'm. Bardiq razmeri har bittasi 120 so'mdan. Mana pistolet kelay cho'ngi bu. 220 so'm, kichkinasi bor 100 so'm. Mana etiketkani nimasi? 150 so'm pistoleti. O'shunday, mana zamoktor bor, pastelli zamoktori bu. 8 so'mdan oldim bu. Bular neler? Zapchasi. Yani maşinkanın mı? Maşinkanın zapchastlari bu. O'sha nima kerak bo'lsa, ona jiplar bor. Bular razmer. Ko'ylaklarga qo'yiladi. Razmerler. Jipler qancha? Jiplar bor. Mo'larda 57 so'm cho'ndori. Mana bunday kichkinalar bor, 35 so'm bo'ladi. Nalar bor? 35 so'm bo'ladi. O'shanda shiriq jiplar bor. Mo'lar bor, 8 so'm oldim shiriq jip. Meniki mana bunday pachkalik jiplar bor, 24 tasi 150 so'm bo'ladi. Bunday qatayni zamok. O'shalar 3 so'mdan oldim. 50 cm. 20 cm 2,5 so'm. Lentalar 5 cm 90 so'm. Mana 4 cm 60 so'm. Shtuga. 2,5 cm mana. Bular 45 so'm. O'sha. Qancha? O'sha topchilar manalar 1 so'mdan tushadi mana. Shtuga 1000 so'm bo'ladi. Manalar 50 tiyindan tushadi. 500 so'm bo'ladi. Qanchadan metr? Mana 30 so'm. Mana 20 so'm. Mana 35 so'm. Mana 15 so'm. 15-10 so'm shu var. Metri va? Mana 50 so'm. Metr 50 so'm. Mana 100 so'm. Mana Tesmalar 100 so'm ekan. Mana 250. 250, 300. Bular Mana 350. 350. Buna içkeleri? 100. 150? 100 so'm. 100 so'm. Mana 60 so'm. 60 so'm deb. Bular Qalınlari 70, juqalari 50. juqalari 50, qalınlari 70 so'm deb. Qancha metr? 100 so'm. 100 so'm ekan. A bularchi? Paçkaga 200 mi bular? To'g'ri.
9 metre 10 metrege çeyin çıkadi. Bu paçkası 3 metre dep kelet 100 so'mdan. Anan bular paçkası 450 so'm. 450, 500, 100 so'mdan başlap 1000 so'm, 2000 so'mga çeyin bar kurjavalar. Nalar ba kurjavalar? Naların paçkası qancha? 430 so'm. 430 so'm ekan. Ушул катар бар, э? O, şu kadar var. 430 so'm deydi paçkası. Paçkasında qancha? 13 metre dep. 13 metr bolot ekan. 15 yard dep kelet, 13 metre dep kelet. Bu yerde 200 so'm ödesi baştalat da odan keyin 430, 430, 330, 200, 100 so'mdan var bunun içinde. Anan ona şirokileri 300 so'mdan, 500 so'mdan aşınday. Bu kurjava bolsa, bu jakta polkadaga bolsa 100 so'mdan başlap 500 so'mga çeyin bu. Polkabızça. Anan хрустальныйлер бар мындай. Bizde dur. Koz. Nalar var? Koz ova. Qancha bolar? Bular 40 so'mdan başlap tügetişke berip atабыз, azır 20 so'mga çeyin. Aksiya bolot ау. O, aksiya bolip atабыз. Bu jakta da topçular var. Topçular paçka satılat 500 so'mga 1000 штук. 500 so'mga 100 штук var. 300 so'mga 100 штук var. Mındaylar var. Ular aksiya bolip paçkası 200 so'm, 100 so'm oşunday mınday. Paçkasında qancha metr? Har xil chiqadi. Arqa? 80 so'm. Anan mındaylar var. Ular 750 so'm 6,5 metr. Mınalar var, onalar var. Türkiye 13 metr. Ular 700 so'm. Mındaylar var mına. Türkiye 13 metr 700 so'm. Mındaylar var, aksiya bolip bular. 600 so'm bolip 18 metr. Mınalar var 13 metr 500 so'm var. Mınalar var 450 so'm 13 metr. Anan onalar var, Taşkent stilde koyup mınalardı. Bularda biz 500'den beri atабыз 13 metr. Özbekistan'da 9 metrlik çıkar. Mına Türkiye'den gelген kovalar var da. Uşu qancha Turkiyadan? Жемчуг басылган ба? O jemçik basılgan 3 türlü kurja var. Bular 13 metre 700 so'm. 13 metr ба? Mındaylar var, bulardagı aksiya bolip 4 sveti kalgan, bularda 400 so'mdan beri atабыз 13 metr. Odan mındaylar var. Mındaylar var. Bulardagı bir-iki sveti var. Ağa, mınday kızıl, bardol svetler var. Ularda 500'den mınalar zolota svetleri 600 so'm. 13 metr, 11 metr oşunday çıkadi. Mınalar 600 so'm, 6,5 metr. Mınalar 400 so'm. Mınalar 450 so'm jemçükler. Ana jemçükler var, broşkalar var. Qancha? Bu jemçükler 250 so'mdan. 500 gram dep kelet. Anan broşkalar türü köp bunlar. İlgek türü var. Anandagı bunday var. Qancha? Türü köp bunlar. Bunlar 20 so'm, 25 so'm. Bulardagı aksiya qilib atабыз, tushirib atабыз. Senelerini arzan tuturayız. Anan aldı paketkiler var bunlar. Türkiye orijinal Swarovski'ler var. 150'den satıp atабыз, bularda tushirib atабыз. Сколько? Это 150 продаем, оптовая цена 120 даем. 120 so'm. Mındaylar da türü var. Bularda bir 50 türü, şunday türü var. Bularda 20 so'mdan qilib qo'ydik hocam. По 20 so'mов. 20 so'mdan qildim. Ananda mındaylar var. Bularda qo'shimcha qilib atабыз. Qamushka. 20 so'mdan da? 20 so'mdan. 20 so'm. Anan kalistasiga qaraymiz bunda qancha. Ko'p olsa arzon qilib beramiz. Daha qandaylarimiz Mındaylar var. Ma aldımdan alıp koysanız şişeni aldımdan. Bit var da. Украшение для платья. Сколько? Это 250. 250. 250 so'm deydi. Göynöktөр üçün украшениялар. Tamam bizde aksiya bulup onu mayda güldörge, suytoçkalarga aksiya kılıp koyduk hazır. Bunday nerseler var. Ana? Bunday nerseler var.
Bunlarda mына жерде түрі көп, өтелі. Очень много видов. Bunlarda paçkasında 200'den bulup, штугы 5 сомдан düşüp 5 сомға чейин var. Штугы 5 сомдан düşüp 5 сомға чейин. Начиная 1 сом до 5 сом. Скидка будет. Ага. Скидки. Тоже украшение для платья. Кайлелер? Bunlar 100 сомдан bir atam oturuyorlar. Türkiye'den geleceğim bile. Турецкие. Оптовая цена 100 сом. Maskada dağı camıştır şatat. Kıyınıkta dağı, halatка dağı, bardağına camıştır şatat. Bunlarda Наклейки, да? içinde 48 artık çıkar. Biz aksiya kılıp bunlarda 250 сомdan koyduk. 250 сом. Bizge готовый kelgen atты. Bunlar dağı 40 Украшения сомdan. var. По 40 сомов. Пачкасы 40 сом, а? Şu bir lise. Selamünaleyküm. Пачка 40 сомов. Лампа. Китайские или турецкие? Китайский это все. Ага. Угу. Китайский все. Ага, базарда mı? Aha. Özünüzün uçağı kötü olasın. Ben bu жақта 200'den başlayıp 200 сом başlanışı, bu жақта 450 сом, 200 сом, 450 сом. 430 сом. 430. Bu жақта 100 сомлығы бар, 200 сомлығы бар. Разные. Цены разные здесь. 100 Bu сомовые жақта есть, 200 сомовые, ayak 500 сом, jağı 300 сом. Bu жақта 300 сом, 500 сом, 300 сом, 300 сом, 400 сом. 300-400 сом. 220 сомдан 400 сомдан По başlar. 220 сом. 400. Gelgen mallar bu Турецкое кружево. 13 метр 700 сом. 12 метр, 700 сом. Taşkentskiler var 700 сом 6,5 метр. 700 Onlarda var сом. orada var. 6,5 Türkiye'den gelgen 700 сом 13 метр. 13 метров. Qanchadan bo'ldi mashinkalar? Bu 23 ming so'mdan. O'zi Zakribga berib boshlab, Zakribga berib tugatib, jiyini o'zi avtomatik o'zi turganlardan bular. Yuqori qo'yib berasiz adresini aytsa. Ayteringiz. Shu tüstü ish mashina o'zi Zakribga berib boshlab, Zakribga berib tugatib, jiyini o'zi avtomatik o'zi. Ana buni tasbaqani bossa, skorost azayib, qo'yonda bossa skorost ko'yib. Motor ichida joylashgan. Yaxshi mashinka. Bular ece rezinka tatkan maşinalar belge, rezinka lampastıgı iki kılı var. Kalasa 8 iğnelik, kalasa 12 iğnelik bulur. Balları? Bağları kurs boyunca bulur. Hazır 110 bin so'm diye atarız, tuş veririz. Bunda şunday. Anamlar tüstü güç. Burada özü Zakribga berib başlap, Zakribga berib tugatib, jiyinem özü turgan. Bu sensorli. Полный автомат машина. Bunun bası 34 bin so'm tushib beradi. Bu suylab turgani. Xuddi shuni sensorini suylab turgani bor. Bunda Zakribga berib boshlab, Zakribga berib tugatib, jiyinem o'zi avtomat tuzib, iğnenin qadamini sanay turgan qilsa ham bo'ladi. Bunun bası 33 bin so'm tushib beramiz, kemi bor. Xuddi shunun avtomatlardan, bu полный avtomat deylar. Xuddi shu avtomatdan bunda knopочныйsi bor. Burada da shunday Zakribga berib boshlab, Zakribga berib tugatib, jiyinem o'zi avtomat uzat. Bu knopочныйsi, ekrani sensor emas. Lapkada dele o'zi avtomat ko'tarilib turgan funksiyalari bor. Bunun bası 31 bin so'm tushib beramiz. Anan jipte o'zim qurqam deb turgan bo'lsa, bunalar bor edi. Mana ko'rsin. Bu pol avtomat deb qo'yadi o'zi negizi bu motori nerni joylashgan bo'ladi, ichida joylashgan bo'ladi. Skorosti ko'p azaytsa bo'ladi. Ana bu programmalari, ana buna medlenniy shak deb qo'yadi. Iğneni öde ko'tarilib, sayilib to'xtay turgan funksiyalari bor. Bası? Bunun bası 22 bin so'm tushib berasiz. Endi shu mashinkalardan bardigi kursga qarab. 22 тысячи сомов. Ana averloktor nollar bor. Motor içinde joylashgan bo'ladi. Skorost medan azayib qo'yadi. Hozir yangi chiqqan averloktor. Modellari bo'ladi bulardan. Qancha bası? Bunaning bası
32.000 so'm tushib beramiz. 32 тысячи. Bunaqasi 33.500 so'm tushib beramiz cenasini. Anan 33 500 сом. bunday top chiqadira turgan mashinalar bor. Topchi deganlarga. Для закрепки пуговиц сколько стоит? 1500 so'm tushib beramiz. 47 Motor ichida 500 joylashgan bo'ladi kompyuterning. Ana buni petla deb qo'yadi. Bu topchilardan izmesini ochadi, teshigini ocha turgan mashina, avtomatik o'zi teshib qo'ya turgan. $110.000 so'm tushib beramiz kishini. 110 тысяч сомов. Firması qaysi bundan? Firma original o'sha bundalar Jaki firmaning mashinalari. Garantiyasi bor. 3 yil garantiya bo'ladi. 3 yil bo'yicha buzilsa, xudo xolasa o'z o'ngda Гарантия 3 года. Сервисное обслуживание. Qancha dediniz? Bundalar 33.000 so'm tushib beramiz. 33 Bundalar тысячи сомов. 34.000 so'm tushib 34 beramiz. тысячи сомов. Bunu böyle tandırtırayım. Ben de söyleyeceğim bunday. Skorsunu birden koyuyoruz. Azaytar. Zakripkanı poложенияларымен, misal için bir yol zakripki verem dese, iki yol zakripki verem dese, o yerden kalasa özgürtü olsa болады. Kalasa ötürüp koyuyor, polunu ötürüp koyuyor, обычный yol işletse болады. Şunda funksiyalar. Polunu avtomatlaştırılgan maşinalar. Bularçı? Bular butовой машинка 12 kol tege turgan funksiyasi bor. Ekrandan 12 kol tege. Bunun bası 7000 so'mdan deb atamiz. Ana bunisi bor 7 тысяч сом. 15 kol tegişi bor. Bunun bası 7800 so'm deb atamiz, tushib beramiz. Ana bunda 4 chipta avirlo bor. Janağı cho'ng stol bilan deganlarga uyingga batmaydi, belli kishine deganlarga shular chiqib qoldi hozir. Bunun bası 11,5 so'm deb atamiz. Agar olib turgan bo'lsa tushib beramiz. Biroq balalarning barligi kurs bo'yicha hisoblanadi. Kurs arzondasa tushib sanasi ko'tarilsa. По курсу, все цены по курсу. Доллары считается. Bular avirloklar da? Yo'q, bular elektrический нож deb qo'yadi. Buni chevralar o'zlari yaxshi biladi. Sloy, misol, ko'rak sloy kesem desa, narxlada oladi. Kichikroq desam, mana boshqalari bor. Mana nimesine qarab da materialni bekitligine qarab. Misol, bunchalik materialni kesem desa, shunchalik biyiklikka kesadi. Bundan biyikroq desa, bunalar bor bunda. Biyikroq kesa turgan. Yo'q, bular Электрический нож. Ana bular bo'lmay turgan bo'lsa, endi buna cho'ngroq sloy kesem deb turgan bo'lsa, bunday sloyda kesa turganlari bor, bunday sloyda kesa turganlari bor. Bularning cenasi arqi, ana Jaki firmaniki, original. Arqi bo'lganda qancha? Cenasini telefon qilsa o'zingiz tushirib hisoblab berasiz. Bunalar bor bu mashinka. Bunun bası 7,5 so'm deb atamiz, tushib beramiz. Ana narxda bor bu mashinkalar. 7,5 ming, ha? Jutacha. Bular жаңа mashina. Surab turib aytib qo'yaman. 7500. 7500 сом. Tushib beramiz. Rustam? 21 ming сом. 21 тысяч сом.